Assalomu alaykum, YouTube kanalida bizni kuzatuvchi obunachilar. Mana bugundan shoptonlarimizni toqalash ishlarini davom etkazyapmiz. Sifatsiz mevalarni yulib olib tashlaymiz. Bizga sifatli yirik meva kerak. Sababi ichki bozorda ham yirik sifatli meva hamisha pul. Men bu shoptonni ko'payib ketib, ana olib ketgan taqdirda ham sifatli meva doim pul. Mana ko'rib turibsizlar. Faqat mashaqalarni qo'yamiz zigzag usulda, bittasi ba'da bir-biriga xalaqit bermaslik kerak. O'shanda shoptonlar yirik bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Mana toqalangandan keyingi holatlari. Mana ikkitalarni ham u bittasini olib tashlanadi, mana bittasi qoladi. O'ta yirik shopton bo'ladi. Bu Andijon shoptoni Ufa bir obunachilarim yaxshi biladi. O'tgan yili yaxshi sotganman. Mana gilosimiz Real Tiago. Mana yaqinroq olib kelib ko'rsating. O'tgan yili ekilgan Tiago mana o'zi pishdi. Mana Real Tiago. Kimga mana shu Real Tiago gilos ko'chati kerak bo'lsa, boqmoqchi bo'lsa, qiziqayotgan bo'lsa, buni ko'chatini ko'paytirib qo'yganman. Xudo xolasa noyabrga tayyor bo'ladi. Kelib ko'rishlari mumkin. Mana gilosi ham pishib yotibdi. O'tgan yil ekilgan har bittasida. Ba'zilarini olib kelib ko'rsating. Mana Real Tiago o'tgan yil ekilgan. Kalibri ham yaxshi. Xudo xolasa Farg'onali bog'bon kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa kunni yangilarda tashlab boramiz. Videoga bitta like bosishdan chiqmasin.